Assalomu alaykum Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, mana bugun sizlarga sotiladigan bo'g'oz xunajillarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga yakshanba 2025-yil 22-iyun Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonoboddan bo'ladi. Sobir akalar xonadonidan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Jigarlar, bugun faqat bo'g'oz xunajin zotdorlardan bor. Arzimagan mehnatimizni qadrlagan holda like, podpiskani esdan chiqarmaysizlar. Qanunda videomizni boshladik. Boshladingizmi Jahongir? Boshladik Sobir aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Jahongir, hammani xabari bor. Aha. Har bitta olingan mol bilet yoziladi. 8 odamga 200 dollar priz qo'yilgan. 1 sentyabr kuni. Mana shu mol birinchi mol deylik. Olsangiz birinchi bilet sizga beramiz. Hali ko'pchilik tushunmabdi. Birinchi bilet sizda bo'ladi. O'sha kuni 30 tami, 100 tami mol sotilsa, o'sha kungacha birinchi bilet sizda chiqdi, 200 dollar olasiz. 8 odamni 200 dollardan pul bilan ta'minlaymiz. Videoni boshladik. Boshladik. Birinchi molimizdan. Oyoq qo'llari uzun-uzun, o'zi ham uzun variantidan. Jahongir, rosa baqadiganlarni olib kelganman. Rosa foyda qiladiganlari hammasi. Haligi tek jonivor. Arig'i yaxshida. Foyda qiladi. Orqasi tepaga chiqib oldi, tushirib oling. O'lcha bo'lmaydi. Jahongir 123 yo'q. 120 plyusga olaveradi. 120 plyus chiqadi xudo xolasa. Necha oylik bo'g'oz bu? 4 oyga olaversin. 4 oyga olsin, tishi 4 kurak Jahongir. 4 kurak. Ikkinchisiga bo'ladimi shunda? Ha, bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Molni qarang. 4 oylik. Molimizning holati yaxshi. Oyoq qo'llari baquvvat, uzun-uzun. Olib borib, tashab rosa boqib foyda qiladigan variantlardan ham bu yerdan. Bitta ko'rib qo'yinglar. Narxi ham jo'n aytaman Jahongir. 18,5 million ozgina kami bor. 18 million 500 ozgina kam bor. Molni ko'ryapsiz. Ozgina semirtirsa rosa foyda qiladi. Endi voyda deb maqtash kerak yo'q. Mol zo'r. Rosa baqadigan ariq, ro'zg'or bor, xo'jalik bor, mol. Dehqon bor. 18 million 500 ming. 500 ming kami ham bor, dastavkasi ham bor. Endi nima dedi? Targ'ilolsin degan. Xullas, targ'il olaveraylik. Jahongir 125. 125. Molimiz bu ham et voshlari yaxshi. Jahongir 4,5 oylik bo'lgan. Yillarni. Bu tug'magan shekilliga? Yo'q. Bo'zak xudo xolasa. Tug'magan Jahongir. Molimizning holati zo'r. Molni qarang. Yaqinda haydab qo'ying. Bu ham o'sha rosa foyda qiladigan variantidan. Jahongir, ko'tini baqib ichga surib qo'ying-da. Ozgina boqib turib, buni ham etlantirib, oyoq qo'llari haqiqatdan uzun narsa ekan. Ozgina etlantirsa, mana shu molim katta narsa bor. Xudo xolasa boqqondan maza qiladi. Qani kuragini Jahongir 2 kurak. 2 kurak. Necha oylik bo'g'oz? 4,5 oylik chiqdi. 4,5 oylik bo'g'ozga olishaveradi. Molimizning uzunligi, balandligi baland. Ha, 18 kami bor. 18 million. Lekin rosa baqadi. Kami ham bor. Orqa holatda. Suyagi yo'g'ondami? Suyagi buzuq variantidan-da. Ozgina boqsanglar semirib o'zgaradi xudo xolasa. Suyagi yo'g'on rosa baqadigan xudo xolasa. Olgan odam 4,5 oylik bo'g'oz 4 oyga olaveradi. 18 million kami ham bor. Kami bor. Keyingi molimizni ko'rsatsak. Molni qarang. Pachkaga bitta ishqoz bo'linglar, jigarlar. Bu pachkasini qaranglar buni. Jahongir baquvvat variantidan. Shved paruda ishqozlar bormidi? O'ta kuchlilaridan. Necha oylik Sobir aka bu? 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik. Birinchisiga. Baquvvatligini qarang. Sifatga bitta ishqoz olib qo'yasizlar. Sifat deganda hamma narsasi o'ziga kelgan. Ko'ryapsiz? Ha, yelimni holatlarini bitta ko'rib qo'yasiz. Tek. Kamerangizdan qo'rqyapti. Yelimni holatlari. Jahongir, kamerangizdan qo'rqyapti. 3 oylik bo'g'oz birinchisiga. O sifati yomon kelgan ekan Sobir aka buni. Sifat deganda yugurib borgan ekan. Tapalaq shvedlardan bo'lar ekanda bu xudo xolasa. Metrdan qo'rqyapti bular. Bular Qirg'izistonda anaqalarda yurgan mollarda 115. 115. O'g'ling. Ayting Sobir aka buni bitta yengil qilib. Turishini qarang. Chiroyliligi. Dirkillab turibdi-da. Jahongir, manonga qo'shib aytaymi kelasiz? Jupa bir xil qilib, a? Bunisi necha oylik bo'g'oz? Bu ham o'sha Qirg'izistonniki. 5 oyga olaversin. Biri 17 ekan. Biri 17, biri 17. Bunisi biri 15. Ikkalasi ham bir-biridan zo'ma turishini qaranglar. Ishqozib qo'ydilar bitta turishiga.
Sobir aka aytingchi bitta. Jahongir ikkalasi Ha, yengil aytayim. ayting yengil bitta. 18,5 dan kami bor. 18 million 500 mingdan kami bor. kami ham bor. Mana olgan bitta ishqiboz. Ikkalasini ham kuragi yo'q, xudo xolasa. Kuragi yo'q. Hali yosh, butun hayot kelajagi oldinda. Qarang sifatlarini. Sifat deganda konkret aka. 18 million 500 ming. Mana oq necha oylikka beramiz? Jahongir ikkalasini yo kuragi bor yo kuragi yo'q. Kuragi yo'q. Yo Men bor yo chunki- yo'q. O, narigini ko'rdim-da, kuragi 5 yo'q. oy. Bunisi 5 oy. Bunisi Narigi 3 oyga. 18 million 500 mingdan Kami bor. kami ham bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab birinchi tunnelgacha vohaga kelishgan holda. Butun O'zbekiston bo'yicha, xudo xolasa. Jahongir buni buyog'i mollar oshib ketyapti. Mhm. 20 ni pastida mol bo'lmaydi shekilli-da bu ketishda. Yomon qimmatlayapti bozor. O'tda olov. Bugun ham bozorlarda oldim baliqchidan. Raza bo'ldi. 35 million 40 million deyapti mana unaqa ena bolalarda. 18 million 500 mingdan men qarang mana yosh narsalar. Ko'chat Hozir misol- so'raganlar uchun. Yosh g'unajillarda tuqqanlari 20 millionga men ko'rmadim-da. Mhm. Qishi bo'lsa ham. O'zi Qo'ldan to'ldirib kelgancha. foyda qilib oladi. Qo'ldan kelgancha boricha imkoniyat darajasi yetkincha arzon qilib beryapman. Xudo xolasa. Dehqon ham kuymaydigan. Plus kami bor deyapti. 18 million 500 mingdan kami ham bor jigarlama. Jahongir mana bu molimiz, mana shu molimiz mana aka dedik. Mana shu molimiz aksiya. Aksiya. Eshiting? Ha. 17 million 200 mingga kim olsa sot. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Uchinchisiga 3-chi. 17 million 200 ming kami ham bor. Yo'q, kami yo'q. Kami yo'qmi? O'zi 17 millionga olingan. 17 ga 17 200 ga kimga bo'lsa sotildi deyapti mana shu molimizni. Molni qarang. Molimizni holatiga Bu gap. tuqqandan keyin 3 yilni ishlasa ham qarangda. Aha. Tuqqanda buni go'shi o'zi shuncha bo'ladi. Bolasi Xudo bekorga xolasa. qoladi. 17 2 ga fermaga tashlashib qo'ysin mana. Mol 20 ni tepasida mol. Molni qarang. 17 2 ga kim olsa baraka 6 oylik bo'g'ozga bo'yi 1.20 atrofida, xudo xolasa. Ha. Jahongir 1.23. 1.23. Bo'ydor narsa. Keyingi molimiz. 4 oylik bo'g'oz birinchisiga. 4 oylik bo'g'oz birinchisi, orqa holatdan bitta Bu ham aksiya qarang. 14,5 million so'm. Yur jonivor. Jahongir. 14 million 500 500 ming so'm kami bor. Kami ham bor. Kami ham bor. 4 oylik birinchisiga bo'yi 1.10 mi? Qarang, buni ham tashlab qo'ysin. Tashab qo'yib, Sirda narxi bilan bir xil. Ichida novvos bo'lami, g'unajimi? olib borib maza qilib foydani qilaverasizlar, xudo xolasa. 14 million 500 ming kami ham bor, xudo xolasa jigarlar. Mana 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz. Hop. Puli arzon, puli kam odamlar bor. Narxini eshiting, Jahongir. Qani? Bu ham 1.10lik. 1.10. 13 million. 5 oydan ham o'tgan. 5 oylik bo'g'oz. 5 oyga olishaveradi. 13 million kichkina bo'zeydi puliga. Qonida ashi bo'zey bor. 13 million 13 million so'm. kam. Buni aylantirib yuboring. Kam bor. Bu xuniy nuqta taqishib qo'yibdi-da, molni xuniy qilish. Molimiz xudo xolasa yaxshi holati. Ko'ryapsizmi? Foyda qiladigan. Bu tug'sa ham yaxshi foyda qilaveradi, xudo xolasa. 13 million Qonidek bolasi kami ham bor. Bitta qisirda pulga qonday bolasi tekinga qolib ketadi. 13 million so'm. Xudo xolasa. O'ylayapsiz? Zo'r narx bo'ldi. 15 millionga kerak bo'lsa mol yo'q. 13 million kami bor. Mana, tashlab qo'ysin. 5 oylik bo'g'ozga. Ha. Bo'yi 1.10. 13 million kam bor. Kuragi Ejamdan sovg'a. 13 13 million so'm, 14,5 million so'm. 14 million 500. Kim olsa 17 million 200 mingga uyiga ketdi. 17 million 200 ming so'm. 18 million 500 mingdan ikkita g'unaji. 18 ham bitta ishqiboz bo'linglar jigarlar. 18 million 500 dan jupiga kami ham bor. Lekin mana shu molni ozgina mehr bersa, o'ta katta narsa bo'lib ketadi mana shu. Shunaqa. Ozgina mehr kerak holat. Rosa foyda qiladi. 18 million 500 ming so'm bu. 18 nariga targ'in, 18 million 500 ming so'm keyingi molimiz. 7 ta bilet yana o'ynaldi, qo'shildi. Xudo xolasa ustalarga. Ha. Akalar, adres Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonobod qishlog'i 37-xonadon. Ismim Sobirjon. Telefon nomer 90 205 21 28 nomerda
Telegram, WhatsApp bor, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ko'pchilik kech ko'rib qolyapti. Obuna bo'linglar, xudo xolasa. Birinchilardan bo'lib ahamollarimiz sizlarga yetib boradi. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Menga savollar yo'qmi? Savollar yo'q, xudo Sog' xolasa. bo'linglar, salomat bo'linglar. Jigarlar telefon qilayotganda qaranglar. Birinchi molimiz qaytadan men o'zim ko'rsatib aytdim. 18 million 500 4 oylikka beriladi. Ikkinchi molimiz 4,5 oylik 18 million. Uchinchi molimiz 3 oylik 18 ekan sifat deganda jigarlar umuman gap bo'lishi mumkin emas. 5-chi molimiz 4-chi molimiz ekan. Bu 3-chi molimiz 18 million 500. 4-chi molimiz 5 oylik bo'g'oz. Bunga ham gap yo'q. Hammasi bir-biridan zo'r. 18 million 500 kam bor. Kim olsa 6 oylik 17 million 200 mingga baraka deyapti. Keyingi molimiz 14 million 500 4 oylik. Mana 5 oylik bo'g'oz jigarlar mana shu molni ham tavsiya qilaman. Nimaga deganda, olib borib ozgina etlantirib, yaqinlashtirsa foyda qilaveradi. 13 million kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichida. Like, podpiskani esdan chiqarmaysizlar. Xudo xohlab nasib qilsa, keyingi bozorga qanaqa mollar narxlari qiziq bo'lsa, ularni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha sizlarga o'sha mollarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qanaqa mollar qiziq bo'lsa, uni ham qoldiringlar. Birinchi, ikkinchi molimizni sanab bemalol telefon qilaverasizlar jigarlar.